Xitoy hukumatı Uyg'urlarni arzon emgak kuch qilib Xitoyga yo'tkash bilan birga Xitoylarni Sharqi Turkistonga ko'chib kelishga ilhomlantirmoqda. Xitoyning Zuani bo'lgan Xinhua torining xabar qilishicha, Xotan viloyati Keriyan noyisiga tava bo'lgan Taklimakan qumlig'i joylashgan daryo bo'yi yezisidagi 369 oilaning hammasi boshqa joylarga yo'tkalgan. Egilishicha, bu yezdagi Uyg'urlar 2017-yildan buyon Keriyan noyisiga 90 kilometr yiroqlikdagi bir joyga qurilgan yangi mahallaga ko'chirilgan. YouTube'da 100 milliondan ortiq agashchisi bor bo'lgan Favdafay Hong Kong demokratiya namoyishini qo'llaganligi va Xitoy Kompartiyasi rahbari Shi Jinpingni masxara qilganligi sababli Xitoyda cheklanganligini bildirdi va g'alaba qildik bolalar dedi. Favdafay bundaq bo'ladiganligini bilatdim deb e'tirof qildi va buningdan keyin videolarni ko'rolmaydigan Xitoydagi agashguvchilar uchun azoblanganligini bildirdi. Xitoyning Hong Kong alayda ma'mur rayonida islohot talabi bilan oylardan buyon davomlashayotgan hukumatga qarshi namoyishlar soqchilarning namoyishga cheklama qo'yishiga qaramasdan davomlashmoqda. Janubiy Xitoy shahar gazetining xabar qilishicha, ko'pinchisi maska taqib olgan va hukumatdan 5 talabni o'rindashni talab qilgan namoyishchilar Hong Kong ko'chalarida sal bo'lib oqdi. Hong Kong bosh ma'muri Carrie Lam 4-oktyabrda hukumatning bu namoyishlarga bo'lgan pozitsiyasini qattiqlashtirib, maska cheklash qonunini yo'lga qo'ygan edi. Angliya muhofizat gazeti Angliya fuqarosi bo'lgan Daesh a'zolarining Suriyadagi lagerlarda tutib turilayotgan bolalarining qaytarilib kelinishi uchun tunji qadamning besilganligini bildirdi. Mazkur gazetga so'z qilgan hukumat doiralari bu harakatni boshlash uchun Suriyaning sharq-shimolidagi ba'zi organlar bilan aloqalashayotganligini aytdi. Muhofizat gazeti bu organlar ichida qizil kirsimi bo'lishi mumkinligini bildirdi. Pakistan armiyasi Kashmir kontrol liniyasida Hindiston tarafidan ichilgan o'tqa qarshilik berish natijasida 9 Hindiston askarining o'ldirilganligini e'lon qildi. Armiya bayonotchisi Asif G'afur ommaviy taratquv hisobida e'lon qilgan bayonotda chegara liniyasining Hindiston tarafidan Pokiston kontrolligidagi Jura, Shahkot va Noshari rayonlaridagi fuqarolarga o'q etilganligi bildirildi. Buningga qarshilik ko'rsatilganligini ta'kidlagan G'afur, Hindiston Jura, Shahkot va Noshari rayonlarida urush to'xtatishga xiloflik qilib, fuqarolarni nishonga oldi. Vaqtida qarshilik ko'rsatildi. 9 nafar Hindiston askari o'ldirildi, nurg'uni yaralandi. 2 qarorgoh yo'qitildi dedi.